Bo'yin og'rig'iga o'tirgan joyida qandaydir mashqlar orqali og'riqlarni to'xtatish yo'llari bormi? Aynan bo'yin va ko'krak umurtqa sohasi og'riydigan bemorlar uchun mashqlarimiz bor. Buni qilish uchun hech qanday bir sharoit yoki bir xarajat talab qilmaydigan oddiy mashqimiz bor. Hozir biz sizga buni ko'rsatib beramiz. Bunda ikkala qo'lni ikki yonga uzatgan holatda, yelkamizni devorga tekkizgan holatda mana shunday tartibda qo'limizni bu tomonga tekkizamiz mana. 1 2. Yuzimiz to'g'riga qarash kerak. Kimda imkoniyat qanday 20 martagacha yoki 30-40 martagacha o'ng tomon bilan, chap tomon bilan amalga oshirish mumkin. Xuddi shu mashqni o'tirgan holatda qilish ham mumkin. Tizzamiz to'g'ri 90 gradus holatda turadi. Oyog'imizni bitta tizzamizni bukkan holatda, qo'limiz shu tartibda turib, mana shunday holatda 20-30 martagacha qilishimiz mumkin. Nuriddin aka, demak bunday mashqlarni bajarganda bo'yindagi og'riqlar to'xtaydi. Shunday, albatta. Demak, sizda mana shunday bo'yningizda og'riqlar bo'lsa, mana shu mashqlarni bajaring va og'riqlardan xolis bo'ling.